Assalomu alaykum aziz qaddi baland Karvaktoni obunachilar, kuzatuvchilar, sog'misiz? Biz siz bilan uchrashib bo'lganimizda yanada xursandmiz. Bugun bu videoni qo'yib beradigan videomizda Moskvada Saxrovaga biza dokument olish uchun, patent ishlash ruxsatnomasini olish uchun biza Moskvaga borib, biza patentga 5-aprelda topshirganmiz ve 19-aprelda biza patentimizni oldik. Bu narsani o'zi aytchaq edim, bilmaganlarga, görmeyenlere bir ko'rsatib o'tchak edim. Ozgina qisqa bir metrolarda borishlarimizni nedan borish, ozgina qisqa tushuntirib o'tdim. Iloji boricha ruschani yaxshi o'rganib, o'zingizni huquqlaringizni talab qilsangizlar yaxshi bo'ladi. Biza onlayn to'lov qildik. Onlayn to'lov qilish kerak. Onlayn to'lov qilgan vaqtingizda soatini o'zi ko'rsatadi ekan, tanlagan soatingizdan 1 soat burun borsangiz ham bemalol bo'laveradi. Odam ko'p. Hozir hammani zastavlat etib turibdi. Shuning uchun reyestratsiya chiqib qolmaslik uchun hamma dokument olib yotibdi. Chunki hozir qirg'iz, o'zbek, tojik farqi yo'q. Hammaga hozir dokument bir xil etib turibdi hozir. Siz ne misol O'zbekiston avval qo'shilmagan, misol Qirg'iziston qo'shilgan, ular bitta osonroq edi. Lekin hozirgi danli momentda ular ham borib Qirg'iziston, Armaniston bo'laman, Ozarbayjonlar ham hozir patent avval bor edi, lekin unchalik talab qilmaydilar, indamay qo'yadilar. Hozir ular ham patent olib ishlashga majbur. Hozir hammani shuningni zastavlat etib turibdilar. Muomala patent olish barmoqingizni topshirmoqqa borganingizdan muomala kelgindilari, misol shu musofirlara muomala dim yaxshi emas. Kayfiyatına qarab bularning ham misol ishlab o'tirgan shu ishchi xodimlarning kayfiyatına qarab boraverasiz. Lekin iloji boricha ruschani yaxshi o'rganinglar. Ko'p akalarimiz, o'zbekistonlik ko'p akalarimiz qiyin ahvolda ruschani bilmaydilar. U yoqdan kelganlar, bilinmay nishatib kelganlar, dim qiyin. Iloji boricha iltimoslardan shu ruschani o'rganinglar. Iloji boricha bo'lmasa qiyin bo'lib turibdi hozir. Bular maqsadini tushungan emas, yoki bo'lmasa dokumentlashtirish maqsadi, yoki bo'lmasam galgindi shu misol musofirlarni kamaltirish, galgindi desak ham bular uchun biza galgindi degan qarab. Hozir muomalasi, men o'zim ruschani yaxshi bilaman, endi o'rtachadan bir 20-30% bilaman. Lekin bizlar ham shu nagli gaplashib, hech kim, chunki bulardan tepadan buyruq bo'lgan bulara şu жесткий обращение deydi. Жесткий обращение qilib turibdi bular bizlarga. Qattiq muomala qilib turibdi. Shuning uchun bir yandan qo'yib beraman, shu videomizga birdan like bosib ketasizlar, bizlardan kanalimizdan uzoqlashmaysizlar, podдержка qilib turasizlar bizlarga. Shu yo'qolib ketmanglar, xudo xolasa bir iloji bo'lsa qo'limizdan kelgancha bir videolar, yaxshiroq videolar chiqarishga harakat etamiz endi bu yandan inshaalloh. Hammangiz xos salomatchilik ko'rib chiqib bir yaxshi birdan like bosib ketasizlar. Ozgina kichkina ma'lumotlar qo'limizdan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Video olish mumkin emas aslında, lekin ozgina qo'limdan kelgancha bu yerdan oldim. Hammangiz omad, xos salomatchilik. Biz bilan birga bo'lishda davom qildiringlar. Sog' salomat bo'lamiz. Neyse, xudo xolasa biz patentga o'tiramiz yana. Saxrova. Moskva. Bugün 3-aprel bugün. 19-aprel. Haftanın 6-günü 2025-yil. Alıcıyına patent. Yatırmız. Şimdi yani türmelerde ötken gelebilirsiniz bir yerden. Yine. Alıcıyına patent. Yine. Rusya'da yaşam kıyım olup kaldı. Yine avtobusla. Kamera. Şuraya girip
hozir biza patent olib chiqamiz. Yine xalq padachiga keldi turibdi dinni. Bola palıchi patentlarni olib chiqqanlar. Agar iloji bo'lsa onlayn doldurib kelsangiz, onlayn doldurishga iloji boricha dokument. Да? Тоже стоим, да, здесь? Вот он. Народ сколько. Да. Здесь банк. Не банк, короче, там это, какой-то это. Даже 100 рублей там сдачи не дали как-то. Bir aka 8900 so'm pullarimiz bilan kelinglar ekan bu yerga. Kim keladigan bo'lsa, sdachilarimiz ham qaytib bermaydi. Shuning uchun kim Saxirova keladigan bo'lsa, 8900 so'm bir oylik patent olishini patent degan odamlarga ko'raverasiz. Yapasam qo'ymaydi. Şurtamız 5830 online yazılganımız. Hazır çıkışı gerek şeyler. Bu tarafta Moskovskiy oblast. Bir anda Moskva. Görüp var öylesiler. Janjalan bo'lib oldi. Moskovskiy oblast. Получение patent. Bu taraf получение patent город Moskva. Mana sizga Saxirova deydi buni. Saat bo'ldi. Hali uchoq kelgani yo'q. Почти 12:12'da kelganmiz bu yerga. Patent olgandan keyin обязательно mid spravka deb aytadi. Shuni olmasangiz trudovdogovor hech narsa bermaydi. Registratsiyangiz ham cho'zmaydi. Shuning uchun сразу patent получение qilganingizdan keyin shu yerda mid spravka desangiz olib keyin bemalol ishlashingiz mumkin. Mesela xudo xolasa biz yine obedda 12'da kelgandan soat 6'da chiqdik yine. Saxirovadan. Oylik to'lovi Moskovskiy oblastda har oy patentga to'lash 8900 rubl ekan. Patentimizni onlayn to'lov qildik. Ekzamenlarimiz bor edi. 16900 so'm to'ladik. 16900 rubl to'ladik. Onlayn yozilib onlayn to'ladik. Onlayn to'lasangizlar ham shu onlayn to'lagan soatini ko'rsatgan vaqtda shu soatda kelsangizlar albatta xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Esa xudo xolasa hammangizga sihat salomatchilik, omad. Biz qo'limizdan kelgancha shu ko'rsatib o'tdik. Xumesda muomala yaxshi emas. Odamlar muomalani endi o'zingiz tushunaverasizlar, aytib o'tiribmiz. Esa bu yerda hammangiz omad, sihat salomatchilik.